Lisemizin davamı hürmetlik vatandaş bugünkü islaha 2020 yıl 10. ayının 20. günü haftığı seyşembe. Davamı mındak. Nezarband qilish bilen vaqt jihati maskelidir. Yani balalarni, güdeklerini asoratga mubtalo qilish, balalar bog'chisi yetib qopib o'qiydigan maktablarga opirib berish, topshirib berish, bularni hozir asoratda qolgan balalar desak bo'ladi vatandoshlar. Haftaning birinchi kuni Adrian Zennes ziyoratimizni qabul qilganda mundaq deb davomlashtirdi. Erkin Asiyanın Xitoy til programmasi. O'tgan yili e'lon qilgan dokladga solishtirganda yaqinda e'lon qilingan dokladdan o'xshamaydigan yeri. Bu yilgi doklad Xinjiangda mustamlik Uyg'uristonda yerlik hukumat e'lon qilgan statistikaga birlashtirilgan. O'tgan yil yozda Adrian Zennes Jungoda o'xshash bo'lmagan organlarning 25,000 parça hüccetke erişken. Adrian Zennes Jungoda o'xshash bo'lmagan organlarning 25,000 parça hüccetiga erişken. Adrian Zennes bundaq ko'rsatdi. Bu hüccetlarga maxfiy deb xat yozilgan. Oshkorlanmagan ushurlardir. Bexatarlikni ko'zda tutib, bu hüccetlerden o'ng'aylab foydalang'ili bo'lmaydigan usullarni qo'llangan. Adrian Zennes yana mundaq ko'rsatdi. Bu jarayon kompyuterga hakkerlik qilishga chetilmaydi. Adrian Zennes mundaq ko'rsatdi. Biz Uyg'ur o'smir bolalar yetib qopib o'qiydigan maktablarga opirib berilganligini Beijing doiralarining Xinjiangda mustamlik Uyg'uristonni uzun muddat boshqarish siyosati borligini ko'rsatdi. Bu xil hodisalar Jungo hukumatining uzun muddatlik siyosatini aks ettirib berdi. O bo'lsa balalar bilan ota-onalarni ayirib etib, balalarni tizginlash usuli Uyg'urlarning o'ltiraqlashish sharoitlarini majburiy o'zgartirish shaklidir. Men buni uzun muddatlik plan deb qarayman deydi Adrian Zennes. Xudo atiya o'gin adibini berish shu Adrian Zennes efendi. O vaqtda nima deymiz? Onlarga nasoratda qolgan balalarning ichida bir Xitoy balasi yo'q. Alayda dokladda yakanaylik oilada asoratda qolgan balalar tizimliga 1-sinfdan 6-sinfgacha bu hujjatda 9500 nafar o'quvchining yotog'i, salohiyat kenishkisi, maktabning ismi, millati, o'qiyotgan sinf darajasi va oilasida cho'nglarning nazarband qilinish ahvollari tizimlangan. Bu o'quvchilarning hammasining bir o'rtaq nuqtasi bor. O bo'lsa, ularning ota-onalari turmaga kirgan, nazarband qilingan yoki tarbiyalashga tutilib ketgan. Ularning hammasi Uyg'ur. Bularning ichida bir Xitoy balasi yo'q. Ümmetçiler. Muşya kelgende nima deysizlar millatchilarga? Ümmetçiler. Muşya kelgende millatchilarga nima deysizlar? Qiladigan gapinglar bormi yo'q? Bu yerga kirgan bolalarning hammasi Uyg'ur, ularning ichida bir Xitoy balasi yo'q. Bu o'quvchilarning ichida 822 nafar o'quvchi qo'shlab asoratda qolg'uchi o'quvchilar qatorida tizimlangan. Qolganlari yagona asratdan qolg'uchilar qatoriga tizimlangan. Ota-onalarning nazarband qilinish ahvoli oshkoraladiki, yuqoridagi 10 mingdan ortiq o'quvchining yarimidan ko'proq yetib qopib o'qiydigan maktablarga opirilgan. Bularning yarimiga yaqin yagona asratda qolgan o'quvchilardir. 9 asrdan ko'proq qo'shlab asoratda qolgan o'quvchilar. Bu hujjat yana mundaq oshkoriladi. 10 mingdan
10 minglagan ata-analar nazarband qilindi. 2'sidan ko'proq turmalarga solindi. Yana 2'sidan ko'proq nazarband qilindi. Onundan başqa yana 6'sidan ko'proq tarbiyalashga tutib ketildi. Jungoning Uyg'ur siyosatini tadqiq qilayotgan Angliya Nottingham universitetining mutaxassisi Ryan Tam mundaq ko'rsatdi. Doiralarning Uyg'ur oilani vayron qilishdan maqsadi kelar avlod ideologiya formullarini yaratishga urinishdan iborat. Oilani vayron qilib, balalarni yetim qoldirib, o'qiydigan maktablarga olib berish, Uyg'ur balalar yashaydigan Uyg'ur madaniyat muhitini tartib elish deganlikdir.